shu tog'lar kabi mag'rur qirol bo'lishing kerak. Onang aytgandek qilasanmi? Ha, ota. Ammo qanday qilib buyuk hukmdor bo'lishim mumkin? Buning uchun sen shamolga o'xshashing kerak. O'zing ko'ra olmaganing bilan mamlakatimizning har bir qarich yerini nazorat qilish uchun shamol bo'lishing kerak. Xalqini charchoqdan xalos etib, och qornini to'qlagan vaqti kelsa, bo'ronga aylanib dushmanlarimizni haydashga qodir shamol bo'lsang, ana shunda buyuk hukmdorga aylanasan.